Farzandlar kishining davomi, uning qalbini mevasi, vujudining davomchilari. Fahmda, kamolda, jamiyatdagi tutgan o'rnida, tijoratida, ilm darajasida katta yutuqqa, katta bir natijaga erishgan odamlar bor. Boy badavlat, olim, akademik yoki qandaydir mansabi katta, ammo bu odamlar farzandlarini yo'qotib qo'yganligi sababli, farzandlari bu otalari xohlagandek inson bo'lmaganligi sababli baxtsizlikni his qiladi. Farzand yoshlik chog'ida ota-onasidan nimaga muhtoj bo'ladi? Juda ko'p vaqt ajratishga, juda bir katta kuch sarflashlikka, nasihatga, ko'rsatmaga, ko'p kuch sarflashlikka muhtoj bo'ladi. 24 soat bor bir sutkasiga. Bir haftasiga 168 soat bor. Mana shu 168 soatni ichida necha soat farzandlaringizga xos ajratib o'tirdingiz mashhadda? O'zingizga savol bering-da. Kishiga nima saodatni, xotirjamlikni olib keladi? Agar farzanding sen xohlaganday ulg'aygan bo'lsa, dinda bo'lsa, axloqi joyida bo'lsa, ilm, ma'rifatda bir natijaga erishgan bo'lsa, albatta inson buni ko'rib ko'zi quvonadi. Dunyoparast odamlarda bittasiga dunyoda hamma oltin kumushni olib kelib bersangiz, albatta bu quvonadi. Ammo bir musulmon ota bolasini, farzandini Alloh va payg'ambari aytganidek bo'lib ulg'ayganini ko'rganida, dunyodan chiqib ketayotgan paytda bolalarini ibodatda, taqvoda, halollikda ko'rib, uni orqasidan duo qilib turadiganlarda qolayotganligini ko'rgan paytdagi quvonchi nariga dunyoparastlik quvonchi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Nima demadinglar? Kimdir aytishi mumkin. Xo'p, bu yaxshi gaplar. Nima qilish kerak edi? Agar haqiqatan biz farzandlarimiz bizni vujudimizda davomchilari bo'lishini xohlasak, chindan ham orqamizda duo qilib qolishini xohlasak, birodarlar, yengni shimaraylik. Chunki rosmona mehnat qilish kerak buning uchun. Va uzoq mehnat qilishlik kerak buning uchun. Chunki biz so'rayotgan narsa katta narsa. Biz ulug' narsani so'rayapmiz. Farzand tarbiyasini mukofoti faqat oxiratga olib qo'ymadi Alloh taolo. Dunyoda o'zida ham olasan mukofotini, oxiratda ham olasan. Endi farzand tarbiyasini tashab qo'ydingmi? Tarbiya bermadingmi? Buni jazosini dunyoda ham olasan, oxiratda ham olasan. Farzand Alloh taoloni inson bolasiga bergan eng ulug' ne'mati. Eng ulug' ne'mati. Allohning hadiyasi. Hadiya qilib qo'ydi. Dalil bor. Astagfirullah. Va wahabna lahu Ishaqa va Yaqub kullan hadayna. Unga, Ibrohimga, farzandlari Ishoq va Yaqubni hadiya etdik. Demak, farzand nima ekan? Allohning bergan hadiyasi ekan. Allohning hadiyasi. Qo'limizdagi eng qimmatli narsa. U biz uni otasimiz, u bizni bolamiz. Bizni rioyamizga muhtoj. Unga infoq ihson qilishimizga muhtoj. Yo'l ko'rsatishimizga muhtoj. Allohni tanitishimizga muhtoj. Ha, infoq qilyapmiz. Ammo nasihat qilmayapmiz. Allohni tanitmayapmiz. Binobarin hech narsa qilmayapmiz. Agar Allohni tanitib nasihat qilib turib, keyin infoq qilganimizda infoqimiz to'g'ri bo'lardi. Faqat ko'chadagi ishini o'ylagan, faqat biznesini o'ylagan, faqat ko'chadagi o'zini bir hurmat e'tiborini o'ylab tinmay ko'chada yurgan ota bolalaridan beparvo bo'lishi aniq. Vaqt o'tadi, hayotidagi juda katta xatoga yo'l qo'yganini keyin biladi. Bolasini yo'qotib qo'ydi u. Bolani yo'qotib qo'ydi. Bola bir vodiyda, ota bir vodiyda. Otani g'amlari, fikrlari, tushunchalari bir tomonda, bolaniki umuman boshqa tomonda. Nimaga? Chunki dunyo qarashi shakllanadigan paytda sen bozorda yurgansan, guzarda yurgansan, safarda yurgansan, tarbiyasiga qaramagansan. Agar bolalaringni tarbiyasidan oshsa, birodar, safarga chiq. Vaqting. Agar bolalarni tarbiyasidan vaqting oshsa, tijoratga bor. Chunki bu rizq Alloh taolo senga kafillab qo'ygan narsa.
Albatta bu mavzu birodarlar juda ham uzoq vaqtni talab qiladi. Mana sizlarga aytdim, yana takrorlayman. Har juma qoldirmay kelinglar. Chunki bu juma ikkita narsani o'rganib ketdik, misol. Borib bir hafta ichida shuni yo'q qiling uyda, tugatish ikkita muammo. Keyingi dars yana ikkita narsani olib ketasiz. Toki mana shu darslar tugashlik asnosida oiladagi o'zgarishlarni ko'raylik. Wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha. Deydi Alloh azza va jalla. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Farz akalar. Alloh taolo Qur'onda ochiq, sarih oyatda buyuryapti. Oilangni namozga buyur va o'zing ham chidamli bo'l. Ertaman turadi ota. Molga qaraydi, qo'yga qaraydi, tovuqqa donni tashlaydi, mashqqa chiqib ketaveradi. Bo'zay uyda uxlayapti. Narigilarda foydasi naqda. Agar bir kun yemasa rejim buziladi, semirishi orqada qoladi, foydadan qoladi. Bu-chi bu. Bu-chi. Agar sen Allohni tanitganingda, sen qaramas eding shu bolga, qo'yga. Nima qilar edi? Bu bolang turib tahoratingga suv olib kelib qo'yib qo'yar edi. Chunki jannatimni bitta eshigi bu otam. Ertaman turib qaraganda suv sovuq suv istamasin, ertaman qiylanmasin deb turib eshikda turar edi. Agar shuni tarbiya qilganingda. Qo'y, bo'pti, uxlasin. Qo'y. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Bunga buyurilgan. Odamlar bor, 5 mahal namozga masjidga qatnaydi. 5 mahal namozda nafllar o'qidi, qiyomul layl o'qidi, ammo bolalari benamoz. Agar uyda o'qishga to'g'ri kelsa, to'g'ri orqamga deng. Agar masjidga kelsa, yur orqamdan deng. Sen bor molga qara deb turib chiqib ketavermasdan. Kim o'rgatdi uni mana shu benamozlikka? Aytinglarchi. Biz o'zimiz o'rgatdik. Chunki yelkamizda qanaqa mas'uliyat borligini bilmas ekanmiz. Alloh sizga namoz o'qidi buyurdi, farzmi? Farz, bajaryapsiz. Oilangni namozga buyur dedi. Bu ham farzmi? Buni bajaryapsizmi? Qarang. Mo'min kishi o'zini va oila a'zolarini jahannamdan qutqarishlikka buyurilgan. Alloh buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Ey mo'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini, odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz. O'zingni saqla, oilangni saqla. Agar o'zing namoz o'qib jahannamdan o'zingni saqlagan bo'lsang, ammo oilangni saqlamagan bo'lsang, namozga buyurmagan bo'lsang, sen gunohkorsan. Alloh taolo faqat o'zingni saqla demadi, va ahlikum dedi. Oilalarni ham dedi. Bugundan boshlab borib birinchi sizlarga dars, namoz o'qimayotgan bolalarni, qizlarimizni aytaylik, "Ey, men o'zim o'qiganim bilan agar senlar o'qimasang men gunohkor bo'laman ekan. Bugundan boshlab namozni qoldirma" deylar. Birinchi oladigan uy vazifamiz shu bo'lsin. Birodarlar, birinchi narsa namozga beparvo bo'lgan ayolimizmi, o'g'limizmi, qizimizmi bu narsaga nima qilaylik? Targ'ib qilaylik ularni. Har bitta inson qiyomat kunida o'zi uchun javob beradi, farzandi uchun javob beradi. Farzandlar tarbiyasi qanchalar muhim narsa ekanligini siz bilan bizga mana oyatlar dalilni ko'rsatdi. Mana endi payg'ambarimizdan dalil. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Var-rajulu ra'in fi ahlihi va huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z ra'iyat haqida mas'ulsiz. Erkak kishi o'zini uyida boshliq va ular haqida qiyomatda mas'ul bo'ladi. Ularga buyurmaganligi uchun, ular qilmaganligi uchun siz gunohkor bo'lasiz. Asarlarda keltiriladi, bir farzand jahannamga kiradigan bo'ldi. Alloh taolo uni jahannamga olib kelinglar deb hukm qildi.
Hali farzand dod deb turib oldi. Men kirmayman dedi. Otam kirmaguncha kirmayman dedi. Chunki meni mana shu ahvolga tushishimga otam sabab bo'lgan. Avval otam kirsin, keyin men kiraman dedi. Benamozida namoz o'qi demagan. Gunoh ma'siyat qilgan, qaytarmagan. Yoshligidan ta'lim tarbiya bermagan. Bolasini shunday bo'lishligiga, ablah bo'lishiga kim sabab bo'lgan? Ota sabab bo'lgan. Akalar, bu so'zni-chi eshitib qo'yish oson. Lekin bir fikr qilib ko'ring-da. Yo'qmi bolalaringiz ichida sizni jahannamga tortib qo'yadigani? Agar bo'lsa, Alloh saqlasin, isloh qilsin. Kim buni shunaqa qilib qo'ydi? Zamon yomon bo'lib ketdi. O'zi hozir yoshlar. O'sha zamon. Ota-onalar beparvo bo'lganligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Maktab tarbiya qilsin deb qo'yadi. Sen o'zing, bolang, seni jannat jahannamini belgilaydigan bolang, seni tarbiyasi bilan qiziqmaysan, u maktabdagilar qaysi biriga ulgusin? Agar bolalar ulg'aysa, siz ko'chada yuraversangiz, bolalar uxlaganda ko'chaga chiqib ketasiz sahar, bolalar uxlaganda kelasiz, bolalarni tanimay ham qolasiz kerak bo'lsa. Dadam kelyaptimi uyga o'zi deb so'raydi enasidan. Katta bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yo'qotib qo'yadi bolasini. Shuning uchun farzandi bor akalarimiz, yangi turmush qurib, farzand ko'rish arafasida turgan ukalarimiz, yuragimizni tag-tagidan aytadigan so'zimiz, farzandlarni tarbiyasi uchun vaqt ajrataylik. 15 minutmi, 20 minutmi shu ovqatdan keyin hech bo'lmasa dasturxon ustida o'tirib bir 10 minut bir nasihat qilib qo'yaylik. Chunki u yelkamizdagi farz. O'zi ko'chada nima deb yuribsizlar? Shu bolalarni deb yuribsizlarmi? Qornini, jussasini, kiyimini, ustini to'g'rilab berib turib, qalbini vayron qilib qo'yamizmi? Qanday bunga ko'namiz o'zimiz? Li an yu'addiba ar-rajulu waladahu khayrun an yatasaddaqa bi sa'in. Payg'ambarimiz aytadilar, bir so'ni, ya'ni bir so' xurmoni sadaqa qilgandan ko'ra, kishi o'zining bolasini odobli qilgani yaxshi. Pul topib pul bilan sadaqa qilganing ham yaxshi, ammo bolangga odobni ta'lim bersang, mana shu narsa bo'yiga mehnat qilib pul topgan, sarflagan pulingdan ko'ra afzalroq bo'ladi. O'z ahlini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zini zimmasiga olgan. Qaytaramiz. O'zini oilasini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga olgan. Biz payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka va u zot olib kelgan narsani qabul qilishlikka buyurilganmiz. Astagfirullah. Va ma ataakumur rasul fahuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Payg'ambar deydi Alloh taolo, o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar. Qarang. Agar biz oilaviy hayotimizda Alloh azza va jallani aytganini qilib, payg'ambarimizning sunnatiga ergashsak, nima bor bizga? Alloh taolo aytayapti: "Wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Mana bu yerga oyatning davomi. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramasmiz, o'zimiz sizga rizq berurmiz. Namoz o'qi, oilangni buyur, sabrli bo'l. Men sendan rizq so'ramayman banda, men beraman rizqni deyapti. Shu bolalaringiz hammasi namozga 5 mahal namozga bir mustahkam turib olsin-da, uyingizga kelayotgan rizqda barakotli bo'lganligini sezasiz. Siz 6 soatdan keyin 8 soat ishlayapsiz. Ko'proq pul topganlarmikinman deb. Uyda bolalar benamoz, xotin benamoz. Men rizq so'ramayman deyapti Alloh. Rizqni men beraman deyapti. Ulamolar aytadi, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini, uning oilasining rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan. Endi domla hozir sezon bo'lib qoldi-da. Hozir bir yig'im terim yo bo'lsam, shu kuzgi sezonda olib qolishimiz kerak. Bir ishimiz ko'p, mavsum kelib qoldi. Shu bolalarim deb ko'chada yuribman-u. Birodar, sen boquvchi emassan. Sen o'zing ham boqiluvchisan.
Sen boquvchi emassan, sen o'zing ham aslida boqiluvchisan.